berib qolardi-da. Endi murda deyolmayapman. Shu strashniy bo'lib ketardi ko'karib. Har doim o'g'lim ko'rganda, to'g'risini aytsam yig'lab borardim. Shu darajada ko'karib qolardi. Sudurga berib qolishdan qo'rqardim. Bir marta sudurga berdim, yana paftarit bo'lishidan qo'rqardim. Meni qo'rqqan narsam shu edi. Chastniklarga bordim. Meni hammasiga men ko'p nervopatologlarga bordim. Keyin lecheniya yozib berishardi, elkaram yozib berishardi. Bu lecheniyasiz o'g'lim hech narsa edi-da, faqat yashashda qiynalardi. Yig'lardi, yig'laganda qotib qolardi. Chunki miyasiga kislorod yetib bormas edi. Mana shu sabab bo'ldi. To'g'rirog'i aytsam, men shamollashdan oldin immunitetini ko'tarib olgan edim. Lekin shu sababli Allohga shukr hozir mo'jiza bo'lib, Xudo xolasa shu lecheniya mana shu sabab bo'lib tuzalib ketdi hozir. Hech qanaqa lecheniya qilmaymiz hozir. Ko'karishlari o'tib ketdi. Yarim stakandan berdim. Xotirlab ochiq xonaga turgandan keyin o'g'lim kompot beraman deyman. U ham yaxshi ko'radi. Shuni beraman, mazza qilib nima qiladi o'zi ham. Hammaga tavsiya qilaman. Yoshi katta bo'lsin, yoshi bola bo'lsin, hammaga tavsiya qilaman, chunki haqiqatdan mo'jizaviy foydasini ko'rdim. Hozir hammamiz immunitetimiz ham past, gemoglobinimiz ham past, ayniqsa bolalarning ishtahasi yo'q. Nima deydi, shamollashga moyilligi ko'p, umuman gripp, virus, juda ham havomiz ham kirli, lekin hammaga tavsiya qiladigan narsam shu. Tabiiy, haqiqatan tabiiy. Chunki men olgan dorilarim oldida bu hech narsa emas.